Assalomu alaykum. Biz bugun ushbu darsimizda vektor va ular bilan ishlashni ko'rib turamiz. Ya'ni ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar fanida vektorlar va ular bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Bunda C++ dasturlash tilida STL da vektorni ko'rib chiqamiz. Xo'p, boshladik. Biz o'zi vektorni ko'rib chiqishdan oldin, to'liq bilishdan oldin vektor nima, uning ta'rifi, massivdan farqi va xotira modeli haqida bilib olishimiz kerak. Xo'p, ketdik. Ya'ni std vektor bu nima? Bu C++ning STL kutubxonasi, ya'ni Standard Template Library kutubxonasidagi dinamik massiv hisoblanadi. Oddiy so'z bilan aytganda, o'lchami dastur ishlayotgan vaqtda, ya'ni runtime'da o'zgarishi mumkin bo'lgan massiv. Oddiy massivda o'lchamni oldindan belgilash kerak. Int tipida array 10 deb yozsak, bu 10 ta joydan oshmaydi. Vektorda esa biz pushback funksiyasi orqali istalgan vaqtda yangi element qo'sha olamiz. Ya'ni massivdan farqi shu ekan. Biz oddiy massivga istalgan vaqtimizda element qo'sha olmaymiz. Ya'ni biz uni dastlab belgilanganda 10 ta elementdan iborat bo'lsin desak, u 10 ta element bo'ladi. To'lgunigacha qo'sha olamiz, lekin 11-chisini qo'sha olmaymiz. Endi esa bu vektorda esa biz buni qila olamiz. Dastur ishlagan sari uni uzaytirish imkoniyati ham bo'ladi. Xotira modeliga kiradigan bo'lsak, ekrandagi diagrammada 10, 25, 7, 42, 13 bu elementlar xotirada ketma-ket va yonma-yon joylashadi. Bu tezkor murojaat qilish imkonini beradi. Chunki 0 dan 4 gacha indeks orqali istalgan elementda bir zumda yetib boramiz. Tasavvur qiling, biz 7-elementga borishimiz kerak. Biz unda 7 deb e'lon qilmaymiz yoki 7 deb murojaat qilmaymiz. Uning indeksi 2 bo'lganligi sababli biz unga 2 deb murojaat qilamiz va birinma-ketin keladi. Massivdan farqini ko'rdik. Endi bularni barchasi ishlash uchun biz iostream bu o'sha nomlar, ya'ni input output ishlash uchun kerak bo'lsa, bizda vektor funksiyasi esa ya'ni vektor bizga bu dinamik massiv yaratish uchun kerak bo'ladi. Endi esa biz vektor yaratish va boshlang'ich qiymatlashni ko'ramiz. Ya'ni unda e'lon qilish usullari va konstruktorlar turlari bor. Birinchisi bu bo'sh vektor. Ya'ni vektor int v1 deb belgilasak, biz bunda bo'sh vektor yaratamiz. Endi ikkinchisi esa n-ta 0 elementli vektor yaratamiz. Ya'ni biz dinamik massiv berganimizda dastlab nechta elementi bo'lishi va qaysiligini belgilashimiz mumkin. Ya'ni mana ikkinchi ko'rinib turibdi. Ikkinchisida vektor int v5 deb nomlasak, biz bunda 5 ta elementdan iborat vektor yaratdik. Lekin elementini kiritmadik. Ya'ni uning elementi bo'sh turibdi degan. Endi n-ta qiymatli vektor yaratishni ko'ramiz uchinchisida. Ya'ni vektor int tipida v3 5,42 deb yozsak, bizda 5 ta 42 dan iborat vektor yaratilib qoldi. Dinamik vektor, ya'ni dinamik massiv yaratildi. Endi initializer list bor. Ya'ni initializer list nima deganiga keltirgan bo'lsak, bu jingalak qavs ichidagi qiymatni to'g'ridan yozamiz va bu o'qilishi oson usul hisoblanadi. Ya'ni v4 deb biz qavsning ichiga berib ketadigan vektorimizni qiymatlarini berib ketamiz. Endi ko'chirish bor. Bu vektorning to'liq nusxasini olamiz. v4dagi barcha element v5 ga ko'chadi. Ya'ni biz birinchi v5 vektorimizni beramiz va keyin uning ichiga qaysi vektordan olmoqchiligimizni bersak, vektorimiz almashib qoladi. Endi iterator bor. Iterator bu diapazonni ko'rsatib nusxa olish. Ya'ni boshlanishimi, oxirimi, shuni belgilashimiz mumkin. Ya'ni biz bunda o'rtadagi elementlarni ko'chirish imkoni uchun ham ishlata olamiz. Shu sababli ham bizga iterator kerak. Mana ko'rib turganimizdek, V6 V4 begin virgul V4 end dedi. Ya'ni biz V6 ga V4 ning boshlanishidan oxirigacha bo'lgan elementlarni ko'chirib o'tdik. Xo'p, endi asosiy elementlarga murojaat qilish bor. Operatorlar, add, front va back buyrug'i bor. Xo'p, biz bunda birinchi o'rinda operatorga murojaat qilish bilan boshlashimiz kerak. Ya'ni bunda nima bo'ladi degan savolga javob berishimiz mumkin. Ya'ni biz unga indeks orqali murojaat qilamiz. Ya'ni bunda xato tekshirilmaydi va tez o'tib ketadi. Chunki tasavvur qiling, bizda 10 ta element bor. 10 ta elementda biz misol uchun 5-elementini ber deb murojaat qilishimiz mumkin indeksiga qarab turib. Xo'p, endi bunda xavfsizlik jihatichi deganimizda, agar indeks vektordan tashqarida bo'lsa, dastur xato bilan to'xtaydi va noto'g'ri xotiraga murojaat qiladi.
tezlik muhim bo'lganda ishlatiladi. Shu sababli ham bu xavfli hisoblanadi. Endi et iteratorimiz bor. Et nima qiladi? Bu et xavfsiz murojaat qiladi. Indeks to'g'ri bo'lsa bizga uni beradi, xato bo'lsa nazoratli tarzda to'xtaydi. Ya'ni dastur xatolik bilan to'xtamaydi yoki noto'g'ri ham murojaat qilmaydi. Bu asosan production kodda shu ishlatiladi. Bu bizga xavfsiz murojaat qilishni ta'minlaydi. Shu sababli ham biz bugungacha ko'rgan ko'pchilik murojaatlarimiz etda bo'lgan. Endi front. Front bu birinchi elementni qaytaradi, xuddi v0 kabi. Ya'ni har doim bu massivning 0-indeksda turgan elementini qaytaradi. Endi shu yerda muhim eslatma bor. Agar vektor bo'sh bo'lsa, bu noma'lum xato beradi. Shu sababli ham biz vektorni bo'sh yoki bo'sh emasligini empty funksiyasi orqali tekshirib, keyin frontni ishlatishimiz kerak. Endi xuddi shuning teskarisi v.back. Ya'ni back funksiyasi bu oxirgi elementni qaytaradi. Ya'ni bizda 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlardan iborat vektor tuzib qo'ygan bo'lsak, v front deb yozsak bunda bizga 1 chiqadi. Ya'ni 0-indeksdagi elementni 1 da beradi. Va back desak, oxirgi, ya'ni 9-indeksda turgan 10 raqamini olib beradi. Va bunda ham bo'sh bo'lmasligi kerak. Agar bo'sh bo'lsa, xato beradi. Noma'lum xato beradi. Endi kod misoli bor. Ya'ni ekrandagi kodda qaragan bo'lsak, bizda v vektorimizda 10, 20, 30, 40 bor. Va buning elementlari yozib chiqilgan. Ya'ni 0-elementi 10. Ya'ni biz bunda bitta olib chiqqanmiz. Bu vektorimizda 0-elementini olganimizda 10. Et 2 dedik, 30 oldi. Ya'ni et bilan biz indeksga murojaat qildik. Ya'ni ikkinchi indeksdagisini ol dedik. 0-indeks 10, 1-indeks 20, 2-indeks 30, 3-indeks esa 40. Front dedik eng birinchisini, ya'ni 0-indeksni oldi. Back dedik eng oxirgisini, ya'ni 3-indeksda turgan 40 raqamni oldi. Xo'p, endi vektorning o'lchami va sig'imi. Vektor nima? Uni o'lchami nima? Sig'imi nima? Va uni bo'sh yoki bo'sh emasligini ko'rishimiz kerak. Size, ya'ni bu hozirgi vaqtda vektorimizdagi elementlar sonini hisoblaydi. O'lchami har doim pushback funksiyasi, ya'ni oxiriga qo'shish funksiyasini bosganimizda 1 ga oshadi. Pushback funksiyasini esa bundan bitta keyingi slaydda ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu n-ta elementi bo'lsa, n-inchisiga emas, n+1 ga 1 qo'shib ketadi. Endi capacity funksiyasi bor. Bu xotirada ajratilgan sig'im bo'ladi. Har doim size capacitydan ko'proq bo'lganda vektor kengayadi. Endi empty bor, ya'ni bu funksiyani bo'sh yoki bo'sh emaslikka tekshiradi. Funksiyam yo'q bo'lsa 0 ni qo'yadi. Endi size va capacity ni vizual ko'rinishini ko'raylik. Bizning capacity'miz 8, ya'ni xotiradan 8 tasiga joy ajratdi, lekin biz uning 3 tasiga kiritganmiz. Bu uning size hisoblanadi. Biz xohlagan vaqtimizda 8 tagacha to'ldirishimiz mumkin. Ya'ni yana 5 ta element qo'ya olamiz. Va shuning uchun ham shu holat ko'rib turibdi. Mana endi qarab turganingizdek, biz vektor e'lon qildik. 10, 20, 30 sonlari bor. V.size chiqarganimizda 3 chiqadi. Chunki buning 3 ta elementi bor. Endi capacity qilganimizda bu 3 dan katta yoki teng bo'ladi. Endi empty qilganimizda 0 bo'ladi, chunki bu bo'sh emas. Qarang, biz massiv e'lon qilib bo'ldik. Massivimizda 3 ta elementi bor. Agar massivimizda hech qanaqa elementi yo'q deb e'lon qilganimizda u true bo'lardi. Hozir false chiqdi. Xo'p, endi keyingi slaydga o'tamiz. Ya'ni element qo'shish va o'chirish. Xo'p. Element qo'shish va o'chirish, ya'ni pushback, popback, insert va erase funksiyalarini ko'ramiz. Pushback oxiriga element qo'shadi. Tasavvur qiling, bizdan bizga 1 dan 5 gacha bo'lgan raqamlar ko'rsatmasi bor. Endi biz 1 dan 5 gacha raqamlar chiqqan bo'lsak, ular 4 ta indeksga teng va 4-inchisi 5 ga teng. Endi biz shunga 7 sonni qo'shmoqchi bo'lsak, pushback orqali amal qilamiz. Ya'ni u 5 dan keyingisiga 7 ni qo'shib ketaveradi. Ya'ni uning 6-elementi 7 bo'ladi. Xo'p, endi popback bor. Popback oxirgi elementni o'chiradi va bunda bo'sh bo'lmasligi kerak. Tasavvur qiling, bizda bo'sh massivimizda, ya'ni biz e'lon qilgan massiv bo'sh bo'lsa, uni oxirgi elementini qanday o'chiramiz? Unda element bor. Shu sababli ham popbackni ishlatmoqchi bo'lsak, bizda massivimiz bo'sh bo'lmasligi kerak. Endi esa insert funksiyasi bor. Insert iterator bergan joyga qo'shadi. Tasavvur qiling, bizda funksiyamiz bor va bizda massivimiz bor va biz unga qo'shmoqchimiz. Ya'ni biz massivimizning indeksini belgilaymiz. Ya'ni
indeksga 7 ni qo'sh deb qo'yishimiz mumkin. Shunda insert funksiyasi ishlaydi. Endi erase funksiyasi bor. Erase iterator ko'rsatgan elementni o'chiradi. Bu og'ir amal, chunki uni tanlash bor. Tasavvur qiling, bizda 100 ta elementlik massiv bor. Uning 87-elementini o'chir desam, 87 gacha bitta ko'rib chiqadi va uni o'chiradi. Shu sababli ham bu og'ir amal hisoblanadi va prosessordan vaqt oladi. Xo'p, endi mana qarang, tasavvur biz misol ko'raylik C++. Biz vektor e'lon qildik. Unda 1, 2, 3 elementlari bor. Pushback 4 dedik. 4 ni qo'shib qo'ydi oxiriga. Popback dedik. Qo'shgan 4 ta o'chirdi. Ya'ni oxirgi elementni o'chirib tashladi. Endi esa boshlanishiga 99 qo'sh deyapmiz. Mana boshlanishi begin, ya'ni 0-indeksga 1 ni qo'yish. Ya'ni 2-indeksga o'tdi. Endi shu 2-indeksga 99 yozib qo'ydi. Endi erase, ya'ni o'chir. Boshlanishidan buni qarang. v.begin deganimiz 0. Ya'ni bizda 0-indeksdan boshlanadi. Xo'p, 0 ga 2 ni qo'shsam 3 bo'ladi. Mana 3-indeksi bizda 3-indeksda 2 raqami turgan. 2 ni o'chirdik, 1 99 3 sonlari qo'yildi. Natijada biz shuni for sikli bilan aylantirib ekranga chiqarib yuborsak, 1 99 3 keldi. Biz bugungi darsimizda shuni ko'ryapmizki, for sikli juda ham ko'p ishlar ekan. Xo'p, endi biz vektorni aylantirish va ko'chirishni ko'ramiz. Bunda clear, resize, resolve, swap va assign funksiyalarini ko'ramiz. Clear funksiyasi barcha elementni o'chiradi, capacity o'zgarmaydi. Tasavvur qiling, biz 10 ta element sig'adigan massivni ochib qo'ydik va unga 7 ta element kiritdik. Endi biz clear funksiyasini bossak, 7 ta elementimiz o'chib ketadi. Massivimiz o'chmaydi. Massivga xohlagan vaqtimiz qiymat kirita olamiz. Ya'ni dinamik massivimiz. Endi resize bor. O'lchamini enga o'zgartiradi, qo'shiladigan joy 0 bo'laveradi. Endi reserve funksiyasi bor. Kamida n ta sig'im ajratadi, elementlar o'zgarmaydi. Swap funksiyasi bor. Ikkita vektorni almashtiradi. Bu esa juda ham tez bo'lib o'tadi. Xo'p, bizga bular nimaga kerak degan bo'lsak, biz bularning barchasini aktiv ishlatamiz. Endi assign funksiyasi bor. N ta qiymat bilan to'ldiradi, eski elementlar o'chib ketaveradi. Xo'p, iterator bilan ishlash bor. Ya'ni begin, end, begin va end. Bu ya'ni iterator, ya'ni indeks bilan ishlash qisqa qilib. Qarang, bizda ekranda 10, 20, 30, 40, 50 raqamlari kiritilgan massivlarimiz bor. Biz begin funksiyasini boshlaganimizda u birinchi elementni iteratorini qaytaradi. Ya'ni bizga birinchi indeks, ya'ni 0 ni qaytaradi. Endi esa xuddi shuni oxirgisi, end funksiyasi. Shuni oxirgisini qaytaradi. Endi esa begin teskari boshiga iterator qo'shadi. End esa teskari oxiriga. Xo'p, endi qarang, biz 10, 20, 30, 40 va 50 dan iborat dinamik massiv e'lon qildik va uni sikl yordamida chiqarib oldik va barcha amallarni ko'rdik. Dastlab iterator bilan chiqardik, keyin teskari tartibda chiqardik. Shularni ko'rib olishimiz mumkin bu kodlarda. Xo'p, endi vektorda qidiruv va saralash bor. Ya'ni find, sort va binary search funksiyalari bor. Vektorni o'sish tartibida saralaydigan funksiyamiz sort hisoblanadi va u quick sort asosida saralaydi. Ya'ni uning bigosi n logaritm n. Bigo degani eng katta qiymat, ya'ni eng ko'p vaqt ketadigan yoki eng katta xatoligi degan ma'noni beradi. Include algoritm kutubxonasini chaqirishimiz kerak. Aks holda sort funksiyamiz ishlamaydi. Endi find elementni qidiradi va uni iteratorni o'zimizning tilda, tushunarliroq tilda aytganda, uning indeksini bizga qaytaradi. Topilmasa end qaytaradi. Ya'ni bu chiziqli qidiruv asosida ishlaydi. Binary search bor. Binary search saralangan vektorda tez qidiradi. Ya'ni nima kerak? Logaritm n asosida ishlaydi. Vektor avval saralangan bo'lishi kerak. Saralanmagan bo'lsa binary search ishlamaydi. Binary search bizning vektorimizni teng 2 ga bo'lib oladi va teng 2 ga bo'lingan yana 2 ga bo'lib, ya'ni 2 ga bo'lib ketib qidirib ketaveradi. Mana ko'rib turishimiz mumkin. Bu yerda raqamlar berilgan 1, 2, 3, 5, 8, 9 va ular aralash holatda. Endi biz shuni sort bilan saralaganimizda u to'g'ri holatda, ya'ni o'sish tartibida saralanib qoldi. Endi esa qidiruv. Biz qidiruvda find funksiyasini ishlatyapmiz. Ya'ni agar u oxiriga teng bo'lmasa topildi degan sonni chiqarsin deyapti. Endi ikkili qidiruvda ham biz mana binary searchni ishlatganmiz ushbu funksiyasini. Bizga bu funksiyalar albatta kerak bo'ladi, chunki biz bularni ishlatamiz. Endi bizni amaliy misolimizning to'liq dastur kodi berilgan. Bizdagi muammo talabalar o'zlarining baholarini kiritadi va biz ularga talabalarning bahosini saralab chiqarishimiz
va ularning baholari ichida o'rtacha va eng yuqori bahosini topib berishimiz kerak. Buning uchun biz EOStream vektor va algoritm kutubxonalarini chaqirib olamiz va boshlaymiz. Int mainning ichida baholar degan vektor e'lon qildik. Uning n ta elementi bo'lsin va har birini kiritib chiqsin. Cout n, ya'ni nechta element borligini kiritsin, keyin cycle yordamida elementlarni kiritib chiqsin. Biz bunda pushback funksiyasidan foydalandik, ya'ni oxirgisiga kiritib ketaveradi. Xo'p, mana biz sort dedikda, baholarimizga qiymat kiritib olgandan so'ng sort funksiyasi yordamida baholarimizni saralab oldik. Endi esa uning ichida max b, ya'ni maksimal baho degan o'zgaruvchi variable ochib oldik va baholarimizni saralashni boshladik. Back funksiyasi yordamida saralab olyapmiz. Endi double tipida sum, ya'ni yig'indisini hisoblab olishimiz kerak, chunki biz uni o'rtachasini topish uchun. Endi cycle ga qo'ydik va uning yig'indisini topib oldik. Endi o'rtacha qiymatini topish uchun biz yig'indisini bo'lib qo'yapmiz baholarda o'lchamga. Ya'ni 5 ta baho olgan bo'lsa, 5 ta fandan 5 ala bahosini sum funksiyasi yordamida qo'shyapmiz. Size funksiyasi yordamida uni 5 lik nechta fan borligini aniqlayapmiz va bo'lib qo'yapmiz. Shunda o'rtacha qiymat chiqyapti. Va biz cycle yordamida saralangan massivni chiqarib olyapmiz. Ya'ni qarang, bizda bunda kiritishda dastlab 5 kiritadi, ya'ni massividagi elementlar soni vektordagi. Va keyin esa x orqali ularni qo'shib ketyapti. 70, 85, 60, 95, 80 ko'rinishda har birini kiritib chiqyapti. Endi chiqishda biz sort funksiyasini ishlatganimiz sababli ham 60, 70, 80, 85, 95 ko'rinishda chiqyapti. Maksimali 95, o'rtachasi 78. Biz ushbu misolni ishlash uchun pushback funksiyasidan foydalandik. Ya'ni u dinamik ravishda bizning vektorimizni to'ldirib ketdi. Sort funksiyasi bilan esa biz vektorni tartiblab oldik. Back bilan maksimumini topdik, cycle bilan esa uni yig'indisini topib oldik. Xo'p, xulosa qilib aytganda biz bugun asosiy o'rgangan tushunchalarimizni sanab o'tsak, vektorlarning ta'rifi, yaratish usullari, o'lchami, sig'imi, murojaat, qo'shish, o'chirish, transformatsiya, iteratorlar va qidiruv saralashni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.